Bana qo'ya turdim. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men yana Samika do'stlar. Bugungi videomga xush kelibsizlar. Kecha ko'p notebook o'ynab qolib qopman. Mayli, endi to'g'ri tozalashga chiqish kerak va mana do'stlar oyoq ketmonim ham sinib qopti. Mayli, qo'lda olamiz va chiqamiz. Tomorqam ham uncha o'smabdi, chunki kecha tozalab qo'ygan edim. Hozir tozalab olamiz yana. Bittasi o'sibdi faqat. Hop, bularni ham o'zib olamiz va qayta ekishimiz kerak. Do'stlar, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar, yozgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Va bularni ekib olamiz. Va ekib bo'ldik. Endi uyga borsak, stop. Do'stlar, nima? Zumraddan qurilgan narsa. Yo-mayo, do'stlar, bank. Rostdan ham bankmi, do'stlar? Ey qishloqqa, sen ko'rdingmi? Nima bu? Mayli, bilmas ekan. Va do'stlar, lekin hammasi emeralddan qilingan. Bugun do'stlar, men hop borib ko'rishim kerak va birinchi o'rinda hozir uyimga borib olay. Mana buni qo'yib olay, sabzini. Va qo'yaman. Ana endi do'stlar, borib ko'rishimiz kerak. Mayli, ketdik. Ana hozir borib ko'ramiz. Va do'stlar, menimcha u yomon katta bank bo'lsa kerak. Kim qurgan bo'lishi mumkin uni? Kimdir ko'chib kelganmikan? Lekin egasi boy bo'lsa kerak. Do'stlar, bankni qaranglar. Bu oddiy oq blokdan emas, bular hammasi zirhlangan oyna va suratlardan, hatto yozuvi olmosdan qilingan do'stlar. Mayli, hozir ichiga kirib ko'ramiz. Do'stlar, eshigini qaranglar. 3 talik qo'riqchi bor ekan. Va do'stlar, olmos. Bular menimcha kirishga qo'ysa kerak, gapirmayapti. Mayli, kirib ko'ramiz. Ye birat. Puling bormi? Bu yerga faqat puli borlar va gadoylar kirmaydi. Nimaga meni pulim bor? Puling bo'lsa yaxshi. Pulingni ko'rsat. Stop, oyog'ingni hamma. Meni pulim bor endi. Oyog'i kirlar mumkin emas. Oyog'ingni arit dedim senga. Oyog'imni artganman, oyog'im toza. Toza bo'lsa yaxshi. Unda do'konga kel. Ishchilarimga yaxshi muomalada bo'lgin. Agar bu yerda nimadir o'g'irlansa, seni ayblayman, korotchi. Bo'ldi. Ish qilib bu yerga hech narsa o'g'irlama demoqchiman. Ishchilarim yaxshimi? Ishchilaringiz zo'rga o'xshatdi. Pulingiz ko'p bo'lsa kerak-a? Pulim lekin juda ko'p. Sen uyga bilan ishim bor, lekin nimadir o'g'irlansa, men seni aybdor qilaman. Bo'ldi, bemalol. Men dam olaman. Ketavering, bo'ldi. O'zim ko'rib, qara, yana ogohlantiraman. Nimadir o'g'irlansa, seni aybdor qilaman. Do'stlar, menga muomalasi yoqmadi. Yaramas, hal ko'rsatib qo'yaman senga. Qanaqa muomalada bo'lish kerakligini. Va chiqib tepaga chiqib ketdi. Mayli, biz bank tekshirib ko'ramiz va bankda nima bo'lishi mumkin. Har doimgidek pul bo'ladi. Assalomu alaykum, menga pul bera olasizlarmi? Nima? Hozir sen kimga to'layni ko'rsatib qo'yaman. Mayli, o'zingizlardan ko'rasizlar. Bermasanglar bermaylar. Do'stlar, meni gadoylarga pul beraman deb haydor urishadi. Mayli, bularga ko'rsatib qo'yaman hozir kelib. Men hozir uyga boray. Hozir bularni men masasini qo'shirib qo'yaman. Qo'riqchiga ham, bankingga ham. Bular menga yomon muomala qildi do'stlar. O'zi menga egasi ham yoqmagan bu bankda. Yana pul ham berishmadi. Mayli. Hozir ko'ramiz. Do'stlar, zo'r ideya keldi. Bankni o'g'ramiz do'stlar, kechqurun. Mayli, men uyimga borib zo'r ideya o'ylab qo'yaman yana bitta. Balki shu ideyamni qilarman. Mayli, kechqurun bo'lsa o'ylab ko'raman. Menimcha bankni o'g'ramiz. Mayli, uxlaymiz. A few moments later. Va nihoyat turdik. Va bu yerda nima? Qishloq turgan ekan, mayli. Do'stlar, kechqurun bo'pti va nihoyat va biz hozir boramiz. Do'stlar, o'sha To'rinoy emas ekan, oddiy ekan.
nima do'stlar, hozir hamma qolgan bo'lsa kerak qishloqdagilar. Men hozir bankdagilarga qanaqa muomalada bo'lishni ko'rsatib qo'yaman. Ertaga menga yomon muomala bo'lishdi. Ana endi men bank egasini yomon qilaman. Qani ketdik. Bu do'stlar, bu yerga asta kirish kerak, qo'riqchilar bilib qolmasligi kerak. Qani do'stlar, bittasi bog'chaga qarab turibdi va boramiz. Men yangi ishchiman, kirsam bo'ladimi? Do'stlar, bular indamas ekan, kitobda turar ekan. Mayli. Nimani ovoz kelyapti? Kimdir uxlab ketdi. Ha, bular uxlayotgan ekan ishchilar. Ishchilar deb uxlayotgan ekan do'stlar. Mayli. Uxlayotgan do'stlar. Ha, bo'ldi. Buraya kiramiz ichkariga. Do'stlar, hammasi uxlab qolgan. Do'stlar, hammada emerald. Do'stlar, qanday ko'ramiz? Do'stlar, dollar, davay dollarni olish kerak. Buni uyg'onmasdan astaroq ovoz chiqaraman do'stlar, chunki uyg'onib ketishi mumkin. Do'stlar. Hammasi uxlayapti, yaxshiyam. Do'stlar, olib ketamiz. Yaxshiroq olib kelgan. Va tepaga chiqib ko'ramiz. Tepada ertalab egasi bo'lmasin ish qilib. Asta-sekin chiqib ko'ramiz. Va egasi ketgan bo'lsa kerak va bo'ldi. Do'stlar, pullarni qaranglar. Do'stlar, shuncha pul. Boy qariga olamiz, hammasini olamiz. Balki o'zimizga chiqqanini olamiz. Qani olamiz. Do'stlar, oltin. Oltin. Do'stlar, oltin. Davay, oltinlarni olamiz. Hammasini olamiz do'stlar. Do'stlar, million dollarlar bor-ku bu yerda. Bankning egasi juda boy ekan do'stlar. Ham ol, tezroq olish kerak. Yaxshi. Do'stlar, bu yerda hattoki o'zini zumradlari ham bor ekan. Bu yerda pachkaliklar ham bor ekan. Qutining ustida. Bularni ham olib olamiz. Buni pulga aylantirib bo'lmas ekan, mayli. Buni ham olamiz. Do'stlar, bu juda boyib ketamiz do'stlar. Do'stlar, o'tgan pachkaliklari bor ekan. Bularni ham olamiz. Va olamiz. Menimcha yetadi. Va yo'q do'stlar, signalizatsiya. Qochish kerak. Do'stlar, hech kim yo'qolib ketmasin, hech qilib signalizatsiyani qanday ketsa bo'ladi? Bular uxlab yotibdi. Qochish kerak. Qochdik. Do'stlar, qochishga ulgurdik. Menimcha hech kim yo'qolib ketgani yo'q. O'chib qoldi signalizatsiya. Boy o'zi kelmagan degan umiddaman. Hozir biz uyga boramiz. Va uyda do'stlar, mana buni qaranglar. 16 pachka dollar. 16 blok dollar. Uni ustiga yangi notebook ham olganman. Do'stlar, yomon zo'r. Do'stlar, biz boyib ketdik, tasavvur qilinglar. Mayli, biz hozir uxlaymiz. Ertaga yana nima bo'lishini ko'ramiz. Va qani pullarni solib qo'yaman, hammasini. Lekin hech kim bilib qolmasa bo'ldi. Hozir kechqurun qishloqqa bor. Uxlayman. Mana bu notebookni qilaylik qotdi, buni solib qo'yamiz. Bo'ldi, endi uxlayman. Xayrli kun. Men nihoyat ishdan qaytdim. Qani ko'ramiz. Bir poygalarni turganmikan? Nega bu yerda ham uxlab qolgan? Kechga kelgancha ham uxlab qolgandir. Mayli. Hozir ishlaymiz, qani pullarni turganmikan? Buni ancha pul ishlab qo'ygan menimcha. Tepaga chiqamiz. Pullarning hozircha yaxshi. Meni pullarim qani? Bu yerda pullar o'g'irlangan. Meni pullarim qani?
O yo'q, bu yerda 6 pachka doldir olingan. Bu yerda 6 blok. O yo'q, meni pullarim qani? Buni tezroq politsiyaga xabar berish kerak. Men hammasini topaman, kim o'g'irlaganini hal topaman.